Okay, arzonroq yer qaryapsizmi, o'zim quraman deyapsizmi, mahallasi zo'r bo'lsin deganmisiz, shunaqa bitta joyga keldi. O'rizorda joylashgan 6 sotuvlik hovli yer hisobidan narxi ham va shu yumshoq narxda chiqyapti. Ko'rib turinglar, narxini aytib ketaman. Okay, mahallani qarang, kengligini. Oxirgi payt hovli ko'rsatadigan bo'lsak, ko'chasi keng bo'lsin deyapti. Mana shu ko'rib turgan fasadinglar taxminan 20 metr, ichkariga 30 metr ekan. Eski hovli yer hisobida sotilyapti. O'rizordan kirib kelavish, Ko'ksaroy arkadan kirganimizda, mana bu ko'chaning boshida bog'cha bor ekan. Shu bog'cha ko'chani shundoq yonida joylashgan ushbu hovlimiz. Mana shu darvozaxonadan hozir ichkariga kirib, hovlilarni ko'rsatamiz. Ko'rib baho berib, o'zingizlar fikringizni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Darvozaxonadan hovliga kirishimizda bilan kaottagina mana bu yashil zonasi shundoq ko'zingizga tashlanib turadi. Gabrazli qilib uy qurilgan ekan, chap tarafga va o'ng tarafga paltara qilib podolli qilingan ekan, xom g'ishtdan qurilgan, buzish umuman muammo bo'lmaydi. Okay, hovlini qarang, chiroyliligini. Tekis to'rtburchak, qing'ir shu joylari yo'q, 6 sotuv va shu chiroyli hovli chursa bo'ladi. Shunaqa joy qidirib yurganmidingiz? Hozir narxini aytaman. Okay, O'rizor, Ko'ksaroyda joylashgan, hamma kommunikatsiya bor, gaz, svet, suv, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Shahar Uchtepa tumaniga kiradi. Yerli 45 ming, 50 ming bo'lib turgan bir paytda bu akamizni yerni 1 sotig'ini 34 ming dollardan sotaman deyaptilar. Kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqaverasizlar. Baraka qilamiz. Keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi. Salomat bo'linglar.